Bu darsimizda simbollar, ya'ni belgilar bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. Dasturga kiramiz. Vstavkaga o'tamiz. Mana yerda simbol degan joyimizda bor, kiramiz. Bironta simbol qo'yamiz. Biz mana shu yerdan biron bir simbollar qo'yib olsak bo'ladi, o'zimizga mos qilib. Endi faqatgina bu simbollardan tashkil topgan emas, turli simbol kirsalaring bo'ladi. Mana yerda to'liq simbollarimiz bor. Endi qaranglar, bizani shrifimizga mos qilib simbol tanlab olsak ham bo'ladi. Bunday bosamiz mana yerga. Shrifimiz Times tanlaymiz. Endi mana shu ko'rsak, bu simbollarni Timesga moslab bergan bo'ladi. O'zimizning shrifga moslab bergan bo'ladi. Buni belgilab, vstavka qilsak, tashlab beradi. Endi bironta so'z yozaylik. Lorem. Bo'ldi, mana gap yozsak bitta. Mana shu yerga o'sha simbolni birontasini qo'yishimiz kerak. Qanday qilib qo'yamiz? Mana shu yerda belgilab olib, simbolga kiramiz. Turli simbol tanlaymiz. O'zi mana Timesga mos turibdi. Endi bizga bu belgi kerak. Mana shu belgining ustiga bosamiz. Vstavka qilamiz, qo'yib beradi. Mana. Vstavka qilamiz, qo'yib beradi. Endi mana shu yerga kerak, mana shu tanlaymiz. Yoki mana yerga kerak, mana shu belgi kerak. Mana yerga tanlab, vstavka qilamiz, bo'ldi, qo'yib beradi. Bo'ldi, orqaga qaytamiz. Bularni bemalol moslab olsang bo'ladi, mana bunday qilib joy tashlab, moslab. Sizlar ham ishlab bemalol simbollardan foydalansalaring bo'ladi.